Xabaringiz bor, O'zbekiston milliy terma jamoasi 5-iyun kuni Jahon chempionat saralash bosqichi doirasida Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi bahs olib boradi. Shu munosabat bilan terma jamoamiz Toshkentda o'quv mashg'ulot yig'iniga kirishdi. Yig'in chog'ida futbolchilarimiz bo'lajak o'yin borasida o'z fikrlarini bildirib o'tishdi. Xususan, Eldor Shomurodov quyidagicha fikr bildirdi. Kayfiyat hammada a'lo darajada. Bosim yo'q. Bugun yig'ildik. Xolos ertaga Dubayga ketamiz. Dubayda tayyorgarlik davom ettiramiz. Xavotir yo'q. Biz hammamiz o'zimiz bilamiz nima qilishimiz kerakligini va qanaqa o'yin kutib turganini. Bunaqa nima deydi, biz ortiqcha hech qanaqa motivatsiya ham kerak emas deb o'ylayman bunaqa o'yindan oldin. Shuning uchun hamma tayyor va hech qanaqa bunaqa omillar bizga xalaqit qiladi deb o'ylayman. O'zimni yaxshi his qilyapman. O'yinga 100% tayyorman. Xudo xolasa hali bir hafta vaqtimiz bor, ya'ni tayyorgarlik ko'rishga. Albatta oson bo'lmaydi. Birinchi navbatda o'sha issiq havo bo'ladi. Biz o'shanga ham yarasha tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Lekin hamma bor, faqat menda emas. Bu orzu mana shu terma jamoadagi har bir bolada bor yoshligidan. Butun O'zbekiston nima kutayotganini bizdan tushunib turibmiz. Shuning uchun bu safar xato qilishga haqqimiz yo'q deb o'ylayman. Shuningdek, Islom To'xtaxo'jayev ham bo'lajak o'yin borasida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Bolalar kayfiyati juda ham a'lo, xudo xolasa. Oxirgi qadam qoldi, hamma tushuntiribdi. Xudo xolasa shu Emiratda bayram qilib, hammamiz xalqimiz kutgan orzu bilan qaytish nasib inshaalloh. Tayyorgarlik xudo xolasa bugundan boshladik. Menimcha o'yinga murabbiylarimiz kerakli ko'rsatmalar beradi. Bunga qarab xudo xolasa eng asosiysi oldimizga qo'ygan vazifani bajaradi. Bundan tashqari Igor Sergeyev ham o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Само собой понятно, что Эмираты сильная команда, тем более и Эмираты, и Катар, я так понимаю, поменяли тренеров. У них тоже не очень позиция в группе, поэтому они, я уверен, что тоже будут отдавать все свои силы, чтобы забрать 3 очка. Поэтому здесь даже не стоит говорить, хорошие или плохие. Это официальные игры за путевку на чемпионат мира. Поэтому я думаю, даже слабая по рейтингу команда будет выходить и умирать, да, так образно говоря. Поэтому готовимся и будем биться на поле. Ma'lumot uchun ushbu o'yindagi durang natija ham bizni Jahon chempionatiga olib chiqadi.